Va nihoyat Real Madridda kerkat o'yinlarini kunini beradigan vaqt keldi. Jose Mourinho Real Madrid bosh murabbiyi. Here we go. Bu haqda Fabrizio Romano e'lon qildi do'stlar. Jose Mourinho Real Madrid bosh murabbiyi sifatida keyingi mavsumdan ish boshlaydi. Real Madrid oxirgi turda Atletik Bilbaoga qarshi o'z o'yinini o'tkazadi va shundan so'ng Arbeloa chamadanini yig'ishtirib sekingina Madriddan juftak rostlaydi va uning o'rniga Jose Mourinho keladi. Ma'lumotlarga qaraganda Marca nashrining xabar berishicha, allaqachon Jose Mourinho va Real Madrid kelishuvga erishib bo'lgan, shunchaki bu ommaga e'lon qilinmagan. Jose Mourinho hattoki yangi mavsum uchun rejalarni tuzayotgani, kimlar jamoadan ketishini ham belgilab qo'ygan. Endi buni yoz bo'yi kimlar ketishi, yana kimlar kelishi haqida batafsil ma'lumotlar olib birgalikda tomosha qilib boramiz do'stlar. Jose Mourinho bilasiz oldin Realda ishlagan va u Real Madridda 178 ta uchrashuv o'tkazib 121 ta g'alaba qozongan. Ya'ni g'alabalar foizi anchagina yuqoriroq Mourinhoda. Nima demoqchiman? Realga mos keladigan, Realni hozirgi holatiga ham tushadigan eng yaxshi murabbiylardan biri Jose Mourinho edi, eng yaxshi nomzodlardan biri edi va u keldi. Endi ko'ramiz Real Madridda bu yog'iga juda katta o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda va men ham shuni tarafdorman. Ketish kerak bo'lgan futbolchilar Realni darajasiga tortmaydigan, lekin hali hamon tarkibda yurgan futbolchilar juda ko'p va ishonamanki, Jose Mourinho buni ko'ra oladi va albatta Real Madridga mos futbolchilarni olib kelib Madridda haqiqiy armiyani vujudga keltiradi. Bu yog'ini esa birgalikda kuzatamiz do'stlar. Siz esa shunaqangi tezkor futbol xabarlaridan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Bundanda qaynoq yangiliklar hali oldinda.